8. bab. Efraim qabilasidagilar Gidonga: "Sen bizga nemishqa bunda qilsan? Sen Midyanlar bilan jangga chiqqanda nemishqa bizni chaqirmaysan?" deb Gidonni qattiq aybladi. Gidon ularga: "Mening qilgan ishlarim qandaqmi? Sizlarning qilgan ishlaringlarga tankasun. Efraim zeminidagi ho'sulinglardan echib qolgan uzumlar mening o'z jamatim bo'lgan Abi Azarlarning 1 yillik ho'sulidanmi ko'p-ku. Xudo allaqachon sizlarning qo'linglarga Midyanlarning 2 sarkardisi Oreb bilan Ziyebni tushirib berdi. Mening qilganlarimni qandaqmi sizlarniki bilan selishtirg'ili bo'lsin?" dedi. Gidonning bu so'zini anglagan Efraim qabilasidagilarning ochiqlari yenishdi. Gidon 300 odam bilan Yordan daryosidan kesib o'tdi. Ular yerib ketgan bo'lsa-mu, dushmanni davomli qo'g'lab zarba berdi. Ular Sukot shahriga kelganda Gidon shahridagilarga: "Odamlarimga non bersanglar, ular bek charchab ketdi. Biz yana Midyanlarning 2 shohi Zabah bilan Zalmunoni qo'g'lab tutishimiz kerak" dedi. Sukotning amaldorlari Gidonga: "Sen tixi Zabah bilan Zalmunoni qo'lga tushirmagan tursang, biz nemishqa sening odamlaringga non bergudakmiz?" dedi. Gidon ularga: "Undaqda Parvardigor Zabah bilan Zalmunoni qo'limga tushirib bergandan keyin men qaytib kelib, cho'ldagi tikan va yantoq bilan teranglarni shilaman" dedi. Gidon Sukotdan chiqib Penuel shahriga kelib, ulardanmi non talab qildi. Biroq ularmi Sukotlarga o'xshash javob berdi. Gidon ularga: "Men nusrat kuchib qaytib kelganda shahar qalasini vayron qilib o'taman" dedi. Shu vaqtda Zabah bilan Zalmunna va ularning lashkarlari Qarqor degan joyda edi. Ularning soni alahazal 15 ming bo'lib, hammasi sharqdagi qabilalarning lashkarlaridan kelib qolganlari edi. Chunki ularning 120 ming qilishlik lashkari o'lgan edi. Gidon Nobag va Yokboha shaharlarining sharq tarafidagi karvon yo'lidan chiqib dushmanga hujum qildi. Bu vaqtda dushman qo'shini o'zini bexatar deb his qiladi. Midyanlarning 2 shohi bo'lgan Zabah bilan Zalmunna qichishiga Gidon ularni qo'g'lab qo'lga tushirib, ularning butun qo'shinini tarmar qildi. Ondan Yoashning o'g'li Gidon Qaras Davni bilan jang maydonidan qaytib keldi. Yo'lda u Sukot shaharlik bir yigitni tutib olib, uningdan Sukotning amaldorlari va oqsoqollarining ismini yezib berishga buyurdi. U yigit 77 odamning ismini yezib berdi. Gidon Sukotga kelib, bu shaharning aholilariga: "Mana Zabah bilan Zalmunna. Sizlar menga, sen texi Zabah bilan Zalmunnani qo'lga tushirmagan tutsang, biz nemishqa sening holidan ketgan odamlaringga non bergudakmiz deb top-tana qilgan edinglar" dedi. U shahar yo'lboshchilarini tutib kelib, cho'ldagi tikan va yantoq bilan ularning terisini shildi. U yana Penuel shahar qalasini vayron qilib, shahar aholisini qirib-etdi. Gidon Zabah bilan Zalmunnadan: "Sizlar Tabor teg'ida o'ltirgan odamlar qandaq odamlar edi?" deb so'radi. Ular javoban: "Ularning hammasi sana o'xshaydigan shahzoda sifat odamlar edi" dedi. Gidon ularga: "Ular mening qarindoshlarim, onamning o'g'illari edi. Men mangu hayot Parvardigor oldida shunda qasam qilamanki, agar sizlar ularni hayot qoldirgan bo'lsanglar, menmu sizlarni hayot qoldirgan bo'latdim" dedi. Ondan u cho'ng o'g'li Yeterga: "O'rningdan tur, ularni o'ltirib et" deb buyurdi.
Lekin yeter, tixi kichik bo'lg'ashqa, qo'rqib ketib qilichini chiqira olmadi. Zabaq bilan Zamunna Gidonga, sen haqiqiy erkak bo'lsang, o'zing bizni o'ltirgin, dedi. Shuning bilan Gidon o'z qo'li bilan ularni o'ltirvatdi. Hamda ularning to'g'ilarining bo'ynidagi hilol oy shaklidagi bezaklarini elib oldi. Ondan İsraillar Gidonga, sen bizga hukmronlik qilg'aysan. O'g'lingdan tortib nevrengicha ustimizdan hukm surgay. Chunki sen bizni Midyanlarning qo'lidan qutqizding, dedi. Gidon ularga, men hukmronlik qilmayman. Mening o'g'limmi ham shundoq. Parvardigor sizlarga hukmronlik qiladi, dedi. Gidon ularga yana, mening sizlarga deydigan birla talabim bor. Manga o'ljanglar ichidan har biringlar birdan halqa beringlar, dedi. Midyanlar İsmoillardan bo'lg'achqa, ular oltin halqa taqaytdi. Ular Gidonga, biz berishga rozi dedi-de, tondan birini yegi yeyib, har biri birdan halqini uning ustiga tashlashdi. Bu oltin halqalarning ig'irligi 20 kilogram chiqdi. Uningdan boshqa hilal oy shaklidagi bezaklar, zunnarlar, Midyan shohlari kiydigan so'sin rangli kiyimlar va to'g'larning bo'ynidagi bezaklik zanjirlarmi bor edi. Gidon bu oltinlardan bir efod yasitib, uni o'z yurti Ofraqqa o'rnashtirdi. Shundan keyin butun İsraillar efodga cho'qinib, uningga xuddi poyishlardek setildi. Shuning bilan efod Gidon va uning oilasini ozdirdigan qiltaq bo'ldi. Shunda qilib Midyanlar İsraillar tarafidan mag'lub qilinib, jang qilish irodasi sundirildi. Bu zemin Gidon olamdan o'tkichi bo'lgan 40 yil tinch amon turdi. Yoashning o'g'li Yerubahal, ya'ni Gidon yurtiga qaytib o'z uyida turdi. Uning xotinlari ko'p bo'lg'achqa, ulardan 70 o'g'il topdi. Uning Shakam shahrida turadigan to'qlimi uningga bir o'g'il tug'ib berdi. Gidon uningga Abimelek deb ism qo'ydi. Yoashning o'g'li Gidon uzun ömür ko'rib, o'z ajri bilan olamdan o'tib, Abihazarlarga tava bo'lgan Ofraqda o'z otasi Yoashning qabristonligiga dafna qilindi. Gidon olamdan o'tishi bilanla İsraillar yana Baalga cho'qinib, uningga xuddi poyishlardek setildi. Ular Bahal Beritni o'zlarining ilohiy qildi. İsraillar o'zlarini atrofdagi barliq dushmanlarining qo'lidan qutqizgan Parvardigori Xudoni unutdi. Gerçi Yerubahal, ya'ni Gidon İsraillarga nurg'un yaxshilik qilgan bo'lsa-mu, biroq ular uning oilasiga qilchimi mehribonlik qilmadi.